Temurdan gapiramiz. Bizni qudratimizga ishonsam, biz qurgan imoratlarga bu. Faqat emarga kelaman desiz. Shunaqa narsalarni. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Qiziq bir informatsiya, qisqa jonli efir qilyapman. Ovozim eshitilayotgan bo'lsa, yolg'on haqida ta'rif. Yolg'on nima? Yolg'on kishi o'zi e'tiqod qilmagan narsani gapirishligini yolg'on deyiladi. Shu ta'rif shu. O'zi ishonmaydi ya'ni ichidan shuni tasdiqlamaydi, shunga o'zi guvohlik bermaydi, lekin tilida o'sha gapni gapiradi. Yana bitta ta'rifi bor, voqealikka muvofiq bo'lmagan narsani qasddan gapirishlikka yolg'on deyiladi. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Xato yuzasidan gapirib yuborgan odamni yolg'onchi deb bo'lmaydi. Bu umumiy qoida. Buni ta'rifi Munofiqun surasida kelgan. Munofiqlar payg'ambar alayhissalomni nashhadu annaka la rasululloh deyishgan. Biz guvohlik beramiz, siz Allohning rasulisiz degan. Munofiqlar shu gapni gapirgan. Bu gap to'g'ri gapmi? To'g'ri gap. Lekin Alloh Qur'onning shu oyatining davomida innal munafiqina lakazibun degan. Munofiqlar yolg'onchi degan. Bu gapi yolg'onmidi? Yo'q. Gapirayotgan gapiga o'zi ishonmas edi. O'shaning uchun yolg'on deb aytilgan u narsani. Nima uchun buni aytayapman do'stlar, azizlar? Insonda xato bo'ladi. Xato qasddan ham bo'lishi mumkin, noqasddan ham bo'lishi mumkin. Bilimsizlikdan, ma'lumot kamligidan bo'lishi mumkin yoki ko'p ma'lumotning ichida chalkashtirishdan ham bo'lishi mumkin. Uni yolg'on deb bo'lmaydi. U xato deyiladi. Ana shunaqa xatolardan bittasini qilib qo'yibman. Shu xatoni o'nglash uchun siz azizlarning oldinglarda e'tirof qilmoqchiman. Yaqinda esinglarda bo'lsa, bir ateist bola bilan yoki deist bola bilan bahs, ilmiy suhbat bahs qilganimizda ba'zi misollarni keltirdi. Masalan, Altay Jemerich ismli turkiyalik bir bola bor. Oldin ateist bo'lgan, tamomiyla ateist guruhlarda yurgan, ateistlarning da'vatchisi bo'lgan, keyin o'qib o'rganib, hozir kalom ilmi bo'yicha, Maturidiy aqidasi bo'yicha, islom falsafasi bo'yicha Turkiyada sanoqli olimlardan hisoblanadi. Musulmon bo'lgan, ateistlarni, ya'ni ichidan chiqib kelganligi uchun ularni eng nozik nuqtalarigacha ochib bera oladi. Shu misollarni aytayotganimizda biz o'zimizni qadrdonimiz, do'stimiz Mahmud Usmon birodarimizni ham ilgarida ateist bo'lgan, keyin ateistlarning da'vatchisi bo'lgan, undan keyin musulmon bo'lib, hozir yuksak bir natijalarga erishgan deb misol keltirgan edim. Bu qayerdan menga kelib qolgan? Mahmud Usmon birodarimiz menga aloqaga ham chiqdi. Qatdan bu informatsiya menda bo'lib qolgan? Shunaqa gap tarqagan ekan, qatladadir, u noto'g'ri tarqagan. Chunki Islom with ateizm degan guruh ochilgan edi. Facebookda shu guruhning admini men edim. Meni admin qilgan aynan Mahmud Usmon edi. O'sha zamonlarda, o'sha davrlarda oldin ateizmni yaxshi bilganligi uchun oldin bu ateist bo'lgan u, keyin musulmon bo'lgan degan fikr noto'g'ri o'rnashib qolgan ekan. Aytib o'ribman shuni. Shuni to'g'rilab qo'yay dedim. Yo'q, Mahmud Usmon oldin ham ateist bo'lmagan ekan, musulmon oilada katta bo'lgan, yoshligidan ibodatda, ahli ilmlar bilan aloqada bo'lgan ekan. Bu xatoni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Albatta insonda xato bo'ladi. Qasd qilmasdan aytilgan jumlalar yolg'onga qo'shilmaydi, xato deyiladi. Inson tabiatan xatoga moyil, eng yaxshi xatokor tavba qilganlari. Tavbaning birinchisi xatoni e'tirof qilish va uni to'g'rilash, inson haqqiga tegishli bo'lsa haqni ado qilish, Alloh bilan o'rtasidagi istig'forga davom etish, mana shu xatoni islohi bo'ladi. Qisqaroq shu bizni millatimiz rivojlanib, bundan keyin ham yaxshi yutuqlarga erishib borishligida doim duodamiz, sizlar ham duoda bo'linglar. Dubaydan jonli efir qildik. Qisqaroq ma'lumot edi. Bu ma'lumotni kengroq tarqatsanglar, birodarimiz haqida tarqab qolgan noto'g'ri xabar yetib borgan joygacha bu xabar yetib borsa, inshaalloh kafforat bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.